Bugun ikki xil rangli shokoladli kruassan tayyorlaymiz. Uni ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ladi, mazasi bo'lsa ta'rifga muhtoj emas. Bizga kakaoli jigarrang xamir kerak bo'ladi. Xamirni hamma masalliqlarini mikser idishiga solamiz va yaxshilab qoramiz. Xamir tinguncha oddiy kruassan xamirini tayyorlab olamiz. Ikkala xamir retsepti va tayyorlanish jarayonini opisaniyada yozib qoldiraman. Kruassan xamiri uchun albatta sifatli sariyog' ishlatamiz va xamirni butunlay qo'lda yoyamiz. Tayyor bo'lgan slayonli xamir ustiga kakaoli xamirimizni qo'yib, yupqa qilib yoyamiz. Uchburchak shaklida kesib, kruassanlarimizni o'rab olamiz. Xamir ikki xil rangli bo'lgani uchun kruassanlar juda ham chiroyli chiqadi. Kruassanlarni oshiramiz va 165 gradusda konveksiya rejimida 18 daqiqa pishirib olamiz. Issiq kruassanlarning ustiga xohishga ko'ra sirop sursak ham bo'ladi. Sirop kruassanlarni yaltiratib, ko'rinishini yana ham ochadi. Kruassanlar tayyor, ichiga xohlagan shokoladli kremingizni yoki nutella solib, dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Usti qarsilldoq, yeganingizda sariyog' va shokolad mazasi kelib turadigan juda ham mazali bo'ladi. Aytgancha, agar siz ham shunga o'xshagan kruassanlarni tayyorlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning onlayn kursimiz ham bor. Izohlarda 3 raqamini qoldiring va sizga hamma kerakli ma'lumotni yuborib qo'yaman.